Va nihoyat O'zbekistondan turib Kanadaga to'g'ridan-to'g'ri PR, ya'ni doimiy yashovchi statusini qo'lga kiritdik bir mijozimiz bilan birga. Qanday qilib deysizmi? Keling tushuntiraman. Bundan oldingi videomizda viza olgan mijozlarimizni e'lon qilgan edik. O'zbekistondan turib Kanadaga PR, ya'ni doimiy yashovchi vizasini qo'lga kiritdik butun oilamiz bilan birga. Mana hozir vizalarimizni ochib ko'ramiz. Sadiyanikiga. Bu Abdullohniki ekan. Bu ayolniki. Nihoyat bu o'zimizniki. Kanadaga oilaviy doimiy yashovchi vizasini olishda bizga hujjat ishlarida yaqindan yordam bergan Alimardon akaga rahmatimizni bildirib qolamiz. Hujjatlarimizni professional tarzda topshirish va qisqa vaqt ichida natija olishimizga yaqindan yordam berdilar. Bunga anchagina vaqt va mashaqqatli mehnat sarf qildik va anchagina xarajat ketdi. Lekin sizning viza olish kabi katta mablag' sarflamadik. Viza ishlarida o'zining ishini ustasi, mutaxassisdan yordam olish zarur ekan. Murakkab vaziyatlarda hujjat ishlarida yuzaga kelgan muammolarni professional tarzda yechishga yordam berdilar. Yana bir bor rahmat aytamiz. Bunaqasi bizda hali bo'lmagan tajribamizda. Asosan student viza, turist viza va studentlarning turmush o'rtoqlari uchun ishchi viza olishda natijalarni qilganmiz. Endi esa mana ko'rib turibsiz, permanent resident maqomini Kanadaga kelmay turib olish usulning yana bir yo'lini bosib o'ta oldik. Oddiy qilib aytganda, Kanadaga propiska, green card, PMJ olinir desak osonroq tushunasiz. Dilnoza ismli mazkur mijozimizda fransuz tilini bilish sertifikati bor. Aynan shu sababli Express Entry programmasi orqali harakat qilindi. Natijada turmush o'rtog'i va 2 nafar farzandi bilan doimiy yashash huquqini qo'lga kiritdik Kanadaga. Aslida fransuz tilini o'rganish juda imkonsiz emas. Ingliz tilini o'rganib olgan inson bu tilni ham qisqaroq muddatda o'rganib olsa bo'ladi. Oiladan bir kishi bu tilni o'rganib olsa yetarli. Talab esa fransuz tilini o'rta darajada bilish xolos. Bu juda ulkan yutuq biz uchun. Sababi axir o'ylab ko'ring, Kanadaga kelayotgan har bir student, ishchi yoki turist viza bilan keladiganlarning hammasi ham aynan shu maqomni qo'lga kiritish uchun kelishadi. Mijozimiz esa bu ishni qisqa muddatda va nisbatan kamroq xarajat bilan uddaladi. Til o'rganish uchun sarflagan vaqtini hisobga olmaganda umumiy xarajatlarga student viza olishda ham kamroq sarflashdi. To'g'ri, til o'rganish oson bo'lmagan albatta, lekin qiyinchiliklarga qaramasdan shu yo'lni bosib o'tdi va turmush o'rtog'ining ham qo'llab-quvvatlashi yordamida butun oilasi uchun ijobiy natijaga erisha oldi. Yaqin orada mazkur mijozimiz bilan to'liq intervyu tashkil qilamiz va bosib o'tgan yo'li va rejalari bilan tanishtiramiz. Aytgancha, biz bilan birgalikda hujjat topshirish g'oyasini turmush o'rtog'i tanlagan va biz ham uyaltirib qo'ymadik. Kanadaga kelishga niyat qilgan bo'lsangiz, sizga ham nasib qilsin. Agarda sizga ham aynan shu usul bo'yicha Kanadaga kelish bo'yicha amaliy yordam zarur bo'lsa, bizga mana bu safar orqali chiqishingiz mumkin. Yurtdoshlarimiz uchun keng loyihalarni boshladik.